agar shu ochki taqqanimizda yoki mana shu stelka taqqanimizda demak tushmayaptimi? Bu tushmaydi emas. Bizning stelkamizda ochkimizda umuman противопоказание umuman yo'q. Masalan, apparatimizda aytyapman, противопоказание bor dedimi? Lekin ochki bilan stelkamizda противопоказание yo'q. Masalan, stelkani aytamiz, rezina anaqa kiyasizlarmi? Tapichka kiyamiz, ximikatdan bo'lgan, musordan bo'lgan. Lekin zararligini bilasizlar, kiyasizlar, to'g'rimi? Lekin bizning stelkalarimizda bu tabiiy mahsulotga 20 ta mineral bor sostavida. Mineral bu organizmimizda bizning organizm, butun Mendeleyev davr sistemasi organizmimizda. Bizda ruh ham bor, selen ham bor, temir ham bor, sink ham bor, hamma narsa bor, minerallarimiz bor. Itak bizning stelkamizda bor o'sha minerallar. O'sha rezina tapichkalarni ham kiyib yurimiz-ku, kalishlarni ham kiyib yurimiz-ku. Bilamiz shu zararli. No одеваем. Nimaga stelka zarar bo'lishi kerak? U tabiiy mahsulot-ku. U zarar bo'lmaydi. Chunki hozir aytgancha oyog'imiz o'sha haligi organlarimiz, tochkalarimiz bor. O'sha minerallar organizm bizlar ko'zalarimiz teshik, nafas olamiz. Biroq masalan reaksiya bo'lsa yoki chang bo'lsa, sirasi aksirishni boshlaymiz-ku. Chunki ko'zamiz orqali kiradi-da, o'sha qonga so'riladi, boshqa ответный reaksiya bo'ladi. Правильно, doktorda? Ответный reaksiya bo'lgandan keyin allergiya beradi deymiz, xuddi shunga o'xshagan. O'sha zararligini bilib ham kiyamiz-ku. Bizning stelkamizda zarar degan narsa yo'q, umuman yo'q. U tabiiy mahsulot. Minerali bor. Minerallarning ichida masalan tilla, tabiiy mahsulotmi? Tabiiy mahsulot. Turmalin, tabiiy mahsulotmi? Tabiiy mahsulot. O'sha tilla ham, turmalin ham, o'sha mineral, kaliy, kalsiy hamma organizmda bor narsa, u narsalar. O'sha organizmda bizda yetishish